Assalomu alaykum aziz obunachilar. Navbatdagi konteyner materialdan bo'lgan uy tomimiz tayyor bo'ldi. Bu joyimiz razmeriga keladigan bo'lsak, eniga 11 metr, uzunligi esa 26 metr bo'lgan joyimiz. Ko'rishlaringiz mumkin. Mana tunikasini ham qotirib berishyapmiz. Bu joyimizni narxiga keladigan bo'lsak, kvadratini 200 ming so'mdan qilib berdik. Buning ichiga materiallar barchasi kiradi. Svorka, elektrod, balyetovka toshlar hammasi kiradi. Tunikasini qotirib berish xizmati ham shuning ichlariga kiradi. Ko'rishlaringiz mumkin. Bu joyda mana katta ruyasi bor. Kimda qanaqa zdaniyalar, katta skalatlar, molxonalar, to'yxonalar, tovuqxona, fabrikalar va katta inshootlar tomlari bo'lsa, pastdagi nomerlarga aloqaga chiqaveradi. Bizning xizmatimiz butun O'zbekiston bo'ylab har qanday o'lchamdagi tom naveslar qilib, qurib bitkazib beramiz. Mana tunika qotirish jarayoni. Bu tomoni esa konvert bo'lgan holati. Ko'rishlaringiz mumkin. Konvert bo'lgan holati. Siliflarni ham qo'yib qotirib kelyapmiz. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Xizmatimiz butun O'zbekiston bo'ylab. Kimda qanaqa zdaniyalar, tomlar bo'lsa, pastdagi nomerlarga aloqaga chiqaveradi. Har qanaqa o'lchamdagi tomlarda, har qanday o'lchamdagi tomlarda qilib, qurib bitkazib beramiz. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Bu tomoni ham konvert bo'lgan